Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, bloger Bayit va Ruhiya Amonovaman. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, mana bugun Jizzax viloyati Do'stlik tumani Manas sovxoziga Do'stlik tumani yer kadastrlari bo'yicha keldilar. Bizni mana bu natural binada 3 ta domni oldida kelib, Do'stlik tumani kadastr xodimlari kelib va yerimizni tashlandiq bir yerni o'lchab ketdilar. Nima qilasizlar desam, Do'stlik tumani kadastrlar xodimi bu yerga auksion bo'lgan, auksion orqali o'tib olingan deb Manas mahalla raisi Kenjayev Abjal akaning kelini bilan hamda o'g'illari kelib, kadastr xodimlari bilan kelib yerni o'lchab ketdilar. Lekin Manas mahalla raisimizni kelini auksionda yutib olganmish. Nahotki endi nima qilasizlar desam, ishlab chiqarish qilamiz deydi. Xo'p, nima ishlab chiqarish qilasizlar desam, aytmayapti. Yana o'zlaridan xavfsirayaptiki, ertaga ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketsam, palon bo'lmaydimi, piston bo'lmaydimi deyapti kadastr xodimlariga. Kadastr xodimlari bizga boring, agar biror nima bo'lsa deyapti. Endi oddiy kambag'alga yo'g'u auksionda yutib olish, lekin puldorlarga, amaldorlarga mana shunday yutib olishlar bor. Oddiy bechara xalq na bir auksionda yutib oladi, na bir boshqa qiladi. O'zini mana mahalla raisimiz Kenjayev Abjal o'zining qarindosh urug'lari, kelinlari, farzandlariga mana shunday yer uchastkalari hamda bir tashlandiq bo'lgan mana shu 3 ta bino bor. Mana shu общежитие deydi, yotoqxona deydi. Ya'ni o'sha yotoqxonada 60 xo'jalik yashaydi. O'sha yotoqxonaning oldidan uchastkalar qurilgan, auksionda o'tib olgan. Endi mana bu yana kelib ishlab chiqarish quramiz deyapti. Ishlab chiqarish aholi yashab turgan joylarga umuman mumkin emas. Pajarni xod bo'lish kerak, pajarni kirish keladigan joy bo'lish kerak. Nahotki endi haqiqat qayerda qoldi? Boy boyiga boqar, kambag'al suvga oqar deb endi boylarning zamoni kelib, oddiy kambag'allar qon qoqshab qolaverish kerakmi? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich, mana Manas sovxozini juda yaxshi bilasiz, Kenjayev Abjalni ham bilasiz. Mana shunchalik shu darajada bo'layapti. Nima emish? Auksion orqali o'tib olganmish. Auksion orqali o'tib olsa, u oddiy kambag'allar mana uy ololmayapmiz, uy ololmayapmiz, lekin mana shu boylar, puldorlar, tanish bilishlar, hokimiyatdagilar, mahalla jensiyotlari, mahalla raislari auksionda o'ynab, o'zlari uchastka olayapti, magazin qurayapti. Jensiyotimiz G'aybullay va Soatxonga o'xshaganlar qo'sha magazinlar qurayapti, auksionda o'ynab o'tib olib. Lekin oddiy kambag'allar esa na bir uy ololadi, na bir uchastka ololadi. Mana shu auksionlarni boylarga chiqargansizlar, puldorlarga chiqargansizlar. Lekin oddiy kambag'al esa umuman uchastka ham ololmaydi, uy ham ololmaydi. Mana shunday общежитиеларда umrlari o'tib, hattoki farzandlarini zo'rg'a boqayapti. Oddiy kambag'al qayerdan olsin? Puli bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa, mana shunday puldorlar, boyvachchalar auksion orqali o'tib oldik.
ishlab chiqarish qilamiz, falon qilamiz deb olayapti. Aholi 60 xo'jalik yashab turgan aholini atrofida ishlab chiqarish mumkin emas. Pajarni xod bo'lish kerak, u yerda kirish kerak. Chang bo'lmaydimi, boshqa bo'lmaydimi? Hurmatli prezident, mana shu Kenjayev Abjalga o'xshaganlar, oddiy kambag'allarga yordam bermagan mahalla raisimizni kelinlariga, o'g'illariga mana shunday auksion orqali o'tib oldik, falon qildik deb yer beryapti, boshqa beryapti. Nahotki mana shu 60 ta xo'jalikka na bir yer bermasa, na bir uchastka quradigan boshqa bermasa, bir nima desang, auksion orqali o'yna deydi. Puldorlar auksion orqali o'ynasa, oddiy kambag'al qayerdan oladi pulni? Auksion orqali o'yna olmasa, qayerdan oladi pulni? Aytingchi, janob prezident. Kenjayev Abjalga o'xshaganlar o'zining qarindoshiga, urug' oymog'iga mana shunday o'g'illariga, qizlariga qo'sha-qo'sha uylarda olib bergan bo'lsa, Jensovetimiz G'aybillayeva Soatxon opaga o'xshaganlar auksion orqali o'ynab qo'sha-qo'sha magazinlar qurib yotgan bo'lsa, biz qayerdan olaylik? Oddiy kambag'al qayerdan olsin? Nima qilaylik? Dardimizni kimga aytaylik, janob prezident? Kenjayev Abjal na bir xalq bilan ishlamasa, na bir kim qanday yashayapsan deb kelib holidan xabar olmasa, na bir nogironlardan, kambag'allardan ahvoling qanday, nima kamchil, nima muammo deb so'ramasang, Kenjayev Abjal mahalla raisimiz, faqat unga yer va yer kerak. O'g'illariga qo'sha-qo'sha uchastkalar olib beryapti. Yana mana ishlab chiqarish qilamiz deb yana keliniga yana o'lchab beryapti yerni. Oddiy kambag'al nima qilsin? Yana nima deydi? Abdurahmonov To'lqin qo'shnim mahalla raisimizga telefon qilib so'rasa, "Tupoylar, borib nima uchun o'lchayapsan demaysanlarmi?" deb kelini bilan o'g'lini tarafini olib qo'yadi. Zapis qilib oldim gaplarini. Kenjayev Abjalni gaplarini. Haqiqat bormi o'zi? Janob prezident, bir Manas sovxoziga kelib, mana shunday tekshirishlaringizni so'rayman. Nahotki endi mahalla raisimizga mumkin ekan-u, Jensovetimizga mumkin ekan-u, auksion orqali o'ynab, qo'sha-qo'sha magazinlar, yerlarni sotib olib, magazinlar qurish. Lekin oddiy kambag'al qayerdan olsin pulni? Qayerdan auksion orqali o'ynaydi? Janob prezident, mana shu общежитияda yashayotganlar zo'rg'a kunini ko'rib, bola chaqasini zo'rg'a boqayapti. Qayerdan o'ynaydi? Mana shu auksion orqali yerda qayerdan o'ynaydi? Hurmatli prezidentimiz, общежитияda yashaydi hamma. Lekin qayerdan o'ynasin? Ayting, qayerdan o'ynasin? Uyi bo'lmasa, joyi bo'lmasa, sharoitlari og'ir bo'lsa, farzandlarini zo'rg'a boqayotgan bo'lsa, bittasida 5 tadan, bittasidan 3 tadan farzandlari bor. Ularga o'xshagan mahalla byudjetidan kelgan pullarni kimlarga beryapti? Biz kambag'allar, biz ayollar daftarda turgan va temir daftarda turganlarga hech qanday pullar, mana shunday mablag'lar qayerga ketyapti? Kelayotgan prezidentimiz tomonidan ajratilayotgan pullar kimning cho'ntagiga boryapti?
ayollar daftarida turganimizda ham hech qanday yordam bermagan. Temir daftarda turganimizda oziq ovqat bilan aldab qo'yardi. Hech qanday mablag' tomonidan yordam qilmagan. Oddiy xalq juda qiynalib ketdi. Janob prezident, mahalla raisimizga o'xshaganlar auksion orqali o'ynadik, ishlab chiqarish qilamiz, falan qilamiz deb kelinlariga mana shunday imkoniyatlar, yerlar olib bersa, bitta To'rayev G'ayrat degani bor, hokim ma'muni. Hozir To'rayev G'ayrat deganlari umuman xalq bilan ishlamaydi, xalqni dardini eshitmaydi. Qachonki yozsang, chizsang, ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapirsangina bular ana qiladi. Yo'q, unda ham bosim qiladi bular, bosim. Sen ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapirding, sen hojatxonalarda xarobasi chiqib yotgan hojatxonalarda gapir ko'rsatding, bloger kelsa ko'rsatding deb bosimlar qilishni biladi bular menga nisbatan. Bosimlar ham qildi, ko'chirib yuboramiz ham dedi vaqti kelganda meni. Lekin o'zining kelinlariga, o'g'illariga mo'jnada qo'sha-qo'sha uchastkalarni berish, odamlar yashab turgan joydan ishlab chiqarish, qurish, ularga mo'jna. Lekin oddiy kambag'al uchastka bering deb arza yozib borsa, turli xil bahonalarni qiladi. Kenjayev Abjalga o'xshaganlar. Tushunolmay qoldim. Janob prezident, bir Manas sovxoziga kelsangiz, atroflarni tekshirsangiz, kimning sharoiti qanday desangiz, mana shunda Manasda 3 ta 60 xo'jalik yashaydigan общежитие bor, nogironlar yashaydigan joy bor, birinchi domda. Bitta hojatxonamizni qurib bermayapti-ku, hojatxonamizni 1 yildan beri hojatxona qurib beringlar deb hali sayyor qabullarga boryapman. Hali Do'stlik tumani sayyor qabullariga, hali viloyat sayyor qabullariga boryapman. Haqqi beramiz. Sayyor qabullari hozirgi kunda ayyor qabuli bo'lib ketgan. Chunki ko'zbo'yamachilik sayyor qabullari o'tayapti. Umuman hech nima hal bo'lmaydi. Hokimning oldida xo'p deydi, hokimning oldidan chiqqandan keyin umuman sen kimga gapiryapsan ham demaydi. Bunday yog'anda pashol nahvoy degani bo'layapti. Hokimning oldidan chiqqandan keyin va'dani beradi, hokimning oldidagi ma'murlari, ishchi xodimlari. Lekin hokimning oldidan chiqqandan keyin umuman amalga oshirmaydi. Viloyat hokimining oldiga ham bordim. 1 yildan beri bizga hojatxona yo'q. Tandirxonamizni ta'mirlab bering, bolalar o'yingohini ta'mirlab bering, mana shu sokul qilib bering uyimizga fundamentini deb bordim. 1 yildan beri aytib kelyapman. 1 yil bo'ldi. Mablag' yo'q deydi. Nima emish? Mablag' yo'q ekan. Davlatimiz, prezidentimiz ajratilayotgan mablag'lar qayerga ketdi? Qayerga ketyapti? Bir ana MCJ xodimi bor, Sherali degan. O'sha faqatgina oshxonamizni oqlab berdi xolos. Ko'zbo'yamachilik qilib, mendan ketguncha egasiga yetguncha qilib. Lekin ta'mirlab bermadi. Umuman hurmatli prezident, janob prezident, sizdan iltimos qilamanki, Manas sovxoziga kelishlaringizni so'rayman. Delegatsiya keladi desa, komissiya keladi desa, viloyat hokimi keladi desa, chiqmagan suvlar chiqib qoladi, kelmagan gaz ballonlarimiz kelib qoladi.
Prezident keladi desa gullar ekib qoladi, saxta gullar ekib qoladi. Lekin boshqa paytda umuman xalq bilan ishi yo'q. Sen qanday yashayapsan, sen qanday ana qilyapsan demaydi hech kim. Bu nima ahvol? Janob prezident, hozir bu efirimdan keyin ham ya bosim qiladi bular, ya qamatib yuboradi. Bular qamatishga ham usta, bosim qilishga ham usta. Qamatgan bir paytlari Kenjayev Abjal, uchastka nozirlari, sobiq hokim hammasi til biriktirib qamatgan bir paytlari. Siz Manas sovxozini 2018-yil obod mahalla qilganingizda prezident sovg'a bergan paytida qoramol, xolodilnik, mana shunday maishiy jihozlar kelganda berib turib qaytarib olib qo'ydi deb yozganimdan keyin sobiq hokimlarning ayblari ochilib qolishi uchun, mahalla raislarimizning ayblari ochilib qolishidan qo'rqib O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yozganligim uchun ayblari ochilib qolishidan qo'rqib meni qamatib yuborgan. Kenjayev Abjal va Ahmedov Tohir sobiq hokim va Malika Qudratovalar meni qamatib yuborgan. Mana yaqinda ham ko'cha oqsoqollari va mahalla raislari, uchastka nozirlari, jensevitlari tomonidan menga bosimlar bo'ldi. Nima emish? Men Elparvar jamoasidan kelgan, Shuhrat Musayev jamoasidan kelgan Behruz degan yigit bloger Manas sovxozini prezidentimiz sozlab berganligidan keyin 7 yil bo'ldi. Shundan beri qanday ahvolda ekan deb o'rganish uchun kelgan blogerga men hojatxonamiz mana shunday sharoitimiz og'ir deb ko'rsatgan, ayrim kamchiliklarni ko'rsatganligim uchun menga qancha bosimlar qildi. Mahalla raisimiz tomonidan, Kenjayev Abjal tomonidan. Bunisiga nima deymiz? Janob prezident, mana bu videoyimdan keyin ham menga bosimlar, ta'ziylar, zo'ravonliklar, qamatishlar bo'ladi. Chunki men bilaman, menga qancha bosimlar bo'lgan, zo'ravonliklar bo'lgan. Ko'chirib yuboramiz degan Sodiqqa o'xshagan ko'cha oqsoqollari, Berikboyga o'xshagan ko'cha oqsoqollari, olim mollaga o'xshagan ko'cha oqsoqollar imomimiz tomonidan. Chunki ular Abjalni laychasida. Kenjayev Abjalni laychasi. Kenjayev Abjal o'l desa o'ladi, tiril desa tiriladi. Ular shunaqa. Boylar tarafga yon bosib ketadi. Oddiy kambag'al, bizga o'xshagan kambag'allar esa qon yig'lab qolib ketaveramiz. Chunki bizda pul yo'q, boy emasmiz. Oddiy kambag'almiz. Bular SSSR davridagi kommunizm qonunlari bilan ishlashadi. Hozirgi mustaqil davrdagi qonunlari bilan ishlashmaydi. SSSR davrida ham shoirlarga qanday shoir onalarga bosimlar bo'lgan-ku, qamatib o'ltirib yuborgan-ku, xuddi mana shu SSSR davridagi qonunlar bilan ishlaydi. Manas sovxozida mahalla raislari-yu, ko'cha oqsoqollari-yu va uchastka nozirlari-yu. Hurmatli prezidentimiz, mana sizga murojaat qilar ekanman. Murojaatimni e'tiborga olishlaringizni so'rayman. Hamda Kenjayev Abjalga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa, ishdan ozod qilishingizni so'rayman. Umuman mahallamizni umuman tozalab berishingizni so'rayman. Uchastka noziridan tortib va hokim muovinigacha va jensetimizgacha mahallamizni umuman tozalab ishdan ozod qilib berishlaringizni va boshqa halol xalq uchun, el uchun jonini kuydirib
beradigan jensevet va mahalla rais va uchastka noziri hamda hokim muavini bo'lishini xohlaymiz. Masalan, kim yutib olyapti shu auksiondan? Savol. Kim yutib olyapti? Siz kimsiz o'zi? Men blogerman. Qanaqa bloger? Ijtimoiy tarmoq blogerman. Alo. Kanalim bor. Voy boja. Hujjatim ham bor. Qanday bog'lagansiz? Rahmat. Plastik ko'rdingizmi? Plastik. Do'stlik tumani yer kadastr bo'limidan kelib, auksion orqali o'tib oldik deyapti. Kenjayev Abjal akaning kelini, mahalla raisi kelini. Mana qoziqqa qo'yibdilar, o'lchab. Kim o'tib olganini aytmayapti. Mana Do'stlik tumani kadastr bo'limidan kelgan, lekin kim o'tib olganini aytmayapti. Buni Instagramga va ijtimoiy tarmoqlarga chiqarishga majburman. Mana qoziqni olaversin, nariga qarab. Bu yerda kim o'tib olgan? Internetga itak chiqadi, chiqaraman ham. Itak chiqadi, bugunda o'zida chiqaraman hozir internetga. Instagram, internet ogohlantirib yotibman. 30 olsin. Mana Jizzax viloyati Do'stlik tumani kadastr agentligidan kelib, mana o'tib oldik deyapti. Voy desangiz ham puli bordiki zamonlar. O'tib oldik deyapti. Ya kim olganligini aytsin? Nima ishingiz bor? Olib bilan solyapti-ku deb qo'ydim. Ya. Ko'ramiz. Ishlab chiqarish bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Xalqqa yordam bo'ladi. Ishlab chiqarish qilsa agar. Ishlab chiqarish xalqqa yordam bo'ladi. Nima quriladi desam aytmasalaring. Endi kim yutib bo'lsa, qonuni o'zi hal qiladi, uni. Ya kim o'tib olgan shu familiya ismini aytinglar, hech bo'lmasa. Tarang 30 tarang. To'g'riga tarangni topsin. Auksionda yutib olgan bo'lsa, masalan, nima quriladi? To'xtang, shu joyi tursin. Ya nima quriladi bu yerdan? Hozir shubhalanyapsiz-da siz. Internetga chiqib ketsa falan bo'lmaymi, piston bo'lmaymi deyapsiz. Shunday aytayapman men. O'zlaringdan o'zdan shubha uyg'otyapsizlar. Shulardan so'ra. Men bilmayman. Ular nima qilyapti ekan? Nima aytmayaptimi? Aytmayapti. Nega aytmaydi?
Nima bo'lyapti, topcha? internetga chiqib ketsa unday bo'lmaymi deb xavf so'rayapti. Bu yerda auksionga sotilgan joy bu yer. Men Auksionda dokumentingiz bormi? Bor. Va alaykum assalom. Bor. Ko'rsatadi hujjatingni. Biraz diqqat qilib ben sotib olganmiz. Kadastrda. Yana kadastrning bolalar bilan gaplashyapti, kim sotib olgan. Umuman bizga kelib turadi. Kim sotib oldi? bor. Olib chiq bar hujjatlaring. Hozir mana shu aksiyani qo'ydim. Ha. 22-yil qo'yilgan bo'lsa, so'raganmiz, nima berdi? Qo'yganmiz. Avval qanday yo'l bo'ladi? Auksion orqali bo'ladi. Davlat berir, hech qachon fuqaroga berilmaydi. Qo'yilganmi deganda g'ayrat qo'yilmagan dedi-ku, nimaga qo'yilmagan deb esa yolg'on gapirdi. G'ayrat qanday? Kadastrda g'ayrat qo'ydik-ku. Qarab o'tirdik-da. Bor hujjatlaring bormi? Hujjatim bor. Olib chiqdi. Olib chiq. Hamma joyda qog'oz o'ynaydi. Hujjat o'ynaydi. Olib chiq. Qaror o'ynaydi. ijod qilsa yaxshi emasmi aytadi? Yo'q, talashyapti. Qani hujjating deyapti. Abjal akang kelini mahalla raisi. Ha, O'raldiga. Yo'q, yerdagi. Kadastrlar bilan boshqa Mana, buni fondan alanga chiqaring. Ber mumkin emas o'zi. Asli men aytgan. Mana Kim aytgan? G'ayrat. To'rayev. Ha? Hokimovni To'rayev. To'rayev aytgan, men shularni men yutib olaman deganimda qo'yilmadi dedi. Bu domda olgan mumkin emas dedi. Mana yerda qo'ygan ekan, yutib oldim. Mana yerlarda? Ha, mana shularni yutib olganman. Endi bu yog'iga mumkin emas dedi. Endi o'zlaricha yana nima qilib, hozir kadastr bo'yicha nima qilib qo'yilib 22-yil qo'yilgan deyapti. Hozircha endi o'zlari nomiga bular olyapti-da. Ha, endi boy-boyda mahalla raisi o'zini keliniga beradi, bolasiga beradi. Nima qiladi? Besh qo'lni o'ziga tiqayapti mahalla raisimiz. Kenjayev, Abjal. Boshqa begona kambag'allarga berami? O'zining urug' aymoqlariga beradi-da. Yo'q, bularga o'zi mumkin emas bularga. Bu yerdan o'zi dom pajarni xotlar bo'lish kerak. Pajarni xotlar. O'zining urug' aymoqlariga beradi. Boshqa kimga beradi? Oddiy bir bechara kambag'allarga berarmidi? Bermaydi. Kenjayev, Abjal besh qo'lni o'ziga tiqqan mahalla raisi-ku. Bilmaysizlarmi? Tashlab ket. Qo'y. Men masakini teshadi bu. Kirib chiqaman-da men. Javobgarlikka tortib yuboradi. Kim tortadi? Ha, shular. Kim bular? Ko'rdingmi, syomka qilsam qochib boryapti. Bular qoqib tashlab bo'lmasa ichiga qarab. Ha, mototsiklga kiradi bu, mashinaga kiradi. Bu odam chalishib yiqiladi. Lekin to'g'ri, anaqa bunday urib tashlasang bo'ladi. Ha, tashlab ket. Katta tosh bilan qoqib tashla. Yaxshi ham kelib qolsin. Yo'q, bu yerdan o'zi Ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman, xafa bo'lmaysizlarmi? chiqarib, mana shular chiqarib. Hamma chiqadi. Katta toshapga olib, Chiqaraman bugun kechga. Ola, bu yerda biznes bo'ladi. Xo'p, senda ham qog'oz bor ekan, hujjat bor ekan, nega talab qilmayapsan? Mana uchastka berilmaydi deydi bu yerda. Jo'm boq qilasan. Hozir bular nima uchun? Ishlab chiqarish qilarmish. Qayerdan? Mana ishlab chiqarish qilarmiz. Shu qonun bo'yicha mumkin emas. Qonun bo'yicha to'plam o'zining old tomoniga anav bu domda atrofida hech kimga mumkin emas. Faqat bog'dorchilikka mumkin. Daraxt ekishga mumkin. Kecha qayerdan hojatxona quriladi dedi?
Hayatda mendan qurdirmaydi. Hayatda qurdirmaydi. Qayerdan bo'ladi o'zlar? Urib ketadi, men mayda uy quraman. Mana edi. Sen uyning old tomondan qo'yasiz, to'g'ri? Men mana uy mana u. Kecha o'lchab proyektini olib ketgan hokimni o'zi kelib. 4 metr yerda qanday o'tiraman? Bo'lsa maniga soladi. Sen Yerga umuman o'zi mumkin emas, tualetda ana naryoqdan qo'ysa bo'ladi, o'zim qo'yaman. Auksionda yer bor. O'sha pol tualet qurilaveradi, uy ham quriladi. Kecha chizmasini qilib olib ketgan bu yerdan. Kecha Respublikanskiy kelgan. hamma o'zini ana shu Buni barki qarang. Buni katta tepaga chiqish kerak bo'ldi. Qaytadan bular bor, bular qo'yna. Hozir hasrat gapini eshitdingmi Abjalning kelinni? Ana internetga chiqib ketsam ana bo'lmaydimi? Gapidan oshib qo'ygan turib yotibdi. Falon bo'lmaydimi? sizga hujjatlar chiqaman, rasmga olib turib ana shunga qo'shib tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Konkretda bizga boshda obodonlashishga deb berilgan. Biz mana tozalab ham qo'ydik deymiz. Danga. Bular o'zlaricha bayog'ida aka-uka jigarchilik qilib berib yotdi-da. Ertaga o'zlari yashamaydi shular. Yashamaydi. Mana sizga o'xshagan, menga o'xshaganga sotib yuboradi-da. Shunday. Keyin bir-birimiz bilan yeyishib yuraveramiz. Ber sotilmaydi, ber ana ular. Ularni ana bir-birlar qurilish qilib qo'yadi. Aka qayerda qoladi? Qurilish qilmaydi. Berdi sotmaydi berdi ular. Tanlashlaydi, ular bir-birlar qiladi. Ishlab chiqarish qilamiz deyapti. Men savol beryapman, qanaqa ishlab chiqarish desam ayta olmayapti. To'xtab turing, endi mana bu yerlarda o'zi qarang. Onaga pampesini olib chiqib tashlab olyapti. To'g'rimi? Dashogini shu yerga to'kyapti. Undan ko'ra bir-birlar qurib qo'ysa, onasi Qurmasin emas, qursin, lekin nima ishlab chiqarish desa aytmayapti. Bir qarasang uy quradi deyapti, bir qarasang ishlab chiqarish qurilyapti deyapti. sevgi bog' Men qurmaymi? qalodistimni ham ko'rib, mana videoga oling. Men mana uyni sal beraqa siljitaman-da. Ha, qalodisdan bir 15 metr berakdan qurdi edi qalodis. Aha. Mana endi Sanadingmi o'zi? qalodis oldim. Şitirde alıyor kalemisi. Ha şitirde alıyor. Ya, davlatning qalodisi bor mana. Mana. Kecha bular chala kadastrlarda. Menda videolari ham bor, ishda chiqib ketgan. Mana shu qo'ylab ketdim, Aha. Mana shu qalodis. Kadastrchilar. Ha, manami? Kadastrchilar kallasi bo'lsa, nimaga men mana yerdan tuydan o'lchab beradi? O mana qalodischilar boshlig'i, anaqa raisi aytdi, mumkin emas dedi bu yerga dedi. 5 metr ha anaqdan olmaysizmi deyapti. Bu yerdan tagidan chegaradan mumkin emas deyapti. 5 metr mana yerdan quring uyni deyapti. 5 metr bu yoqqa kiradigan bo'lsam, 5 metrni naraqa siljishim kerak. Ha, shunday. Bildingizmi? Shunday. Auksionda shu. Mumkin emas bu. Kecha mana videolari bor. Qo'lni mana yer mazg'ava bosib ketdi. Keyin mana yerdan suvni men bu yoqqa burdimda, domda oldim, qo'lni mazg'ava Qalodis ishlamayaptimi? ishlamayapti. Mana yoqdan kelyapti, otilib tepadan chiqib ketyapti. Men videosini Savetxon opaga ham tashlaganman, anamga ham tashlaganman. Hammasini tashlaganman. Qilamiz dedi, lekin kelib qilmadi. Bu ancha o'zlariga hammasi o'zlariga qiladi. Men mana shunaqa hammaga siljayman bari. Bu qalodisni oldim mumkin emas menga. Yo, buni bilmaymiz. Ha? Yo, men qalodisdan 5-6 metr yaqin siljigandan keyin mana yerga keladi, men chegaraman. Buni bari bor shu xonimni mana shu yerdagilar qilyapti. Halo, assalomu alaykum, Abjal tog'a, yaxshimisiz? Qarang, men To'lqinman, ana Hursin apan bolasi. Men mana uchastkamni ana kecha qalodisdan suv oshib ketganda qalodischilar raisi aytuvdi, aka 5 metr, 6 metr nariyoqdan uchastkangizni quring, bu yerni biz tozalaymiz, uni qilamiz devdi-da.
O'shanga hozir men kelsam, mana bu domni oldini o'lchab, meni uchastkamni tagigacha bular nima qurmoqchi bilmayman, kadastrni bolalari. Kadastr ketdi? Ha, kadastr. Qachon ketdi? Hozir ana Zuhra keliningiz bo'ladimi? O'sha ham bor. O'ral o'zi ham bor. Yo'q, ular bir narsa qurmaydi. Ular kredit beradiganlar, to'g'rimi? Yo'q, hozir mana men domni oldi syomka qildik-da hozir. O'lchab. Mana kanni oldidagimi? Yo'q, mana 3-domni yonida men bir kun ko'chat ekdim-ku, siz keldingiz, ko'chat berdingiz. Ko'chat ekdik, rasmga oldingiz. Shu Jumanakaning uyomi, halga tashragida-da. Ha, o'sha yer. Ha. Bilmadim, xabarim yo'q edi. Men auksionga qo'yilganmagan. Auksionga 22-yil qo'yilgan dedi. Men kecha 24-yil olganimda men orqamda ham olaman auksionda desam, g'ayrat aytgan, auksionga qo'yilmagan bu yog'i. U pajarni xotlar devdi-da. Hozir endi shu Zuhra ana kadastrni bolalari kelib o'lchab kadastr ananga auksionga qo'yilgan ekan ber deyapti-da. Qachon qo'yilgan desam, 22-yil qo'yilgan deydi. 22-yil qo'yilgan bo'lsa, demak, auksionda turibdi ekanda. Turgan bo'lsa, g'ayrat menga nima yolg'on gapirdi bo'lmasa, hozir men yaxshi ham ana kolodusim kechagida oshib ana bo'lgan. Aytdi bir 6 metr, 5 metr, 6 metr naryoqdan quring deganiga endi men bu yoqqa siljitishim kerak-da hozir uni. Ha, xabarim yo'q, biz borayib bilamiz, deb so'raymiz-da. Nima bo'lgan, nima qo'ygan. O'shani aniqlashay. Ertaga bular qurib qo'yib, men ham mana qilib buzabuz bo'lib qolmaylik. Nima masala, nima quradi, nima qo'yadi deb so'ramadingizmi? Umuman savolga javob bermayapti bular. Indamay Yo'q, shu savolga javob bermay yerga tentak borgan yo'q-ku. Yo'q, tentak bo'lmasa yerga bormasamadi-da. To'g'rida bu nima bo'layapti, nima qiladi deb so'ranglar. so'rasam indamay ishini qilyapti bular. Sizni shu keliningiz bor, Zuhra. Yo'q, ular auksion ko'rsatsa shu algida Dak- borib ko'rganda. Ha, men dokumentim bor desam, dokumentingizni olib chiqing deydi faqat. Algidan hech kim bo'lmagan, mahallada hech kim bo'lmagan, shuni ko'rsatsa shuni olib borganda u. Ular Ha. auksion bilan ishlab ishlashgan. chiqarishgan. Va bo'lmasa sizlar shu raissizlar nimaga keldingiz deb telefonlashing. Ha, so'rayman, telefonim. Telefon nomeri yo'q, o'sha Zuhra keliningiz biladi. Nomerini o'sha boshchiligida bo'layapti. Ular olib kelgan bo'lsa, ko'rsatgan shu yerda. Ular aralashmaydilar, kredit bilan yuradi-ku. O bilmayman, shu boshchiligida bo'layapti-da. Hozir qog'ib ketdi. Borayim men, tazatib qo'yakan. O bular savolga javob bermagandan keyin siz hal qilasiz-da. Ha, syomkalari bor.